Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning Turkiyadagi bosh elchisi 18-mart universitetining Uyg'ur olimlarini taklif qilganligiga norozilik bildirgan. 10 ming kishilik festivaldagi Turkiston kechasi. İzmir ozodligining 97 yillik tabriklandi. Fransiyada havo to'lqini 1500 kishining jiniga zomin bo'ldi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asya Radyosu xəbərdə Xitayning Türkiyə turuşluq baş elçisi Dingli Türkiyədəki Çanaqqale 18-mart universitetində ötküzülgən dünyaga məşhur əsli türk alimlar yığınına Qərb əllərdəki bəzi Uyğur tədqiqatçılarının təklif qılınıb, doklad bərgüzülgənligiga narazılıq bildirdi. Çanaqqale 18-mart universitetinin ötken həftə ötküzgən məzkur fəaliyyətiga Amerika Massachusetts Texnologiya İnstitutunun gen tədqiqatçısı doktor Maysam Mutallipova, Amerika Alim Boşluq İdarəsinin optik injineri doktor Erkin Sidiq, Şveysariyadagi yumshoq detal injineri doktor Abdushukur Abdurashid, Avstraliyadagi mustaqil tədqiqatçı doktor Mamtimin Ala, Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komiteti müdiri Ömer Qanat və muavin rəisi Farhad Muhammadi qatarlıqlar təklif qılınıb doklad bəgən. Türkiyədəki xəbərnida namlıq torunun bildirişçə, Xitayning Türkiyədəki baş elçisi Dingli məzkur fəaliyyət münasibəti bilan Türkiyə hökumətiga narazılıq bildirib, yığında doklad bəgən Uyğur mutaxassislərini terrorchi deb ayıplagan. Xəbərdə Xitay baş elçisining bu narazılıqni qachon və qaysi şəkildə bildirilganligi tilga ilinmagan bolsa-mı, lekin uning kichikkin ishlarni Uyg'urlarga aloqador har qanday demokratik inkasni hökumətga shikoyat qilishni bir xil odatga aylantirib olganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy elchixonasi Turkiyadagi idora jamiyat va shaharlik hukumatlarning faoliyatlariga Uyg'urlarni taklif qilishiga qarshilik chiqarib, ularga ministerliklarga shikoyat qilamiz, Erdo'g'onga deymiz deb tahdid solmoqda ekan. Ba'zi byurokratlarning bu tahdidlarga bosh egib, o'zlari tilganligi va buningdan keyin ehtiyot qilishga va'da berganlik tanqidlanib, bu kishilarning Xitoy elchixonasiga buning ichki ishlarimizga qo'l tiqqanlik bo'lganligini bilmamsiz deb javob bermayotganligini ta'kidlagan. Mazkur yig'inda Maysam Mutallipova zo'r o'lchamda DNA to'plash bilan majburiy ishga a'zo ko'chirishning munosabati, Erkin Sidiq yangi planetlarni bayqovchi olam teleskopi, doktor Abdushukur Abdurashid o'lchamli kompyuter bulut texnikasi qatorliq temalarda doklad bergan. On 6-cı qitimli xalqaralıq Anadolu Türkləri Mədəniyyət Sənət Festivali 30 avqust günü Türkiyənin paytaxtı Ankara'da başlanıb 9 sentyabr ayaqlaşdı. Festivalga Şərq Türkistan, Qazaqstan, Qırğızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azərbaycan, Qıbrıs qatarlıq Türk dövlətləri və Türkiyənin hər qaysı şəhərlərdən qruplar qatnaşdı. Hər qaysı rayonlardan kelganlar öz şedirlərini özlərinin yerlik örf-adətləri boyunca bezedi. Fəaliyyət qatnaşqan Şərq Türkistan Mədəniyyət və Həmkarlıq Cəmiyyətimi özlüğü təvə fəaliyyət uyuni Şərq Türkistanın milli qol hünər buyumları və milli simvolluq kiyim-keçəkləri, Şərq Türkistan xəritəsi, Xitayning vətənimiz Şərq Türkistanda olib beriyotgan irqiy qirg'inchilikları, tarixi və mədəniyyət yo'qotishları tasvirlangan fotosurat bilan bezab, Uyg'ur madaniyat uyiga kirgan har bir sayohatchiga vatanimizning qisqacha tarixi va hozirgi zulm ahvoli yozilgan tashviqot varaqchilarini tarqitib, festivalga kelgan butun mehmonlarning diqqatini jalb qildi. Festivalning 8-kuni Şərq Türkistan keçiligi o'tkazildi. Keçilikka Ankara Etimeskot Belediye başlığı, har qaysi partiya vakillari, millat vakillari, Türkiye Oliy sud mahkamasining sudchisi, təftişləri, Qırğızistan Ankara Büyük elçisi, Milliyetçi Hərəkət Partisi hər qaysi şəhər vəkilləri, Ayultuz Partisi rəisi və xalq ammasi bo'lib 10 mingdan ortiq kishi qatnashdi. Fəaliyyət başlanıb riyasətçi vətənimiz Şərq Türkistanni və u yerdə yaşaydigan Uyg'urlarni qisqacha tanıştırgandan keyin o'zining yangroq ovozi bilan she'r deklamasiya qilib, Turkiya ichida tunilgan kichik mujohid Qashqari, shoira Nurayla Göktürkning Vatan sangi yig'layman degan turk she'rini deklamasiya qildi. Necha minglagan omma qo'llarida Ayultuzlik ko'k bayroqlarni lapildatib, maydonni hayajonli tusga kirgizdi. 9 sentyabr İzmirning dushman ishg'olidan ozod bo'lganligining 97-yillik xotir kuni bo'lib, o'xshashla 1992-yil 9 sentyabr kuni Anadolu'mu dushmandan tozalangan kun. Bu ozodlik xotir kunini İzmir xalqi jo'shqin kayfiyat ichida tabrikladi. Tabriklash faoliyatlari 350 kvadrat metrlik Turkiya bayrog'i ilib mengilgan zafar yurishi bilan boshlanib, İzmir valiy mahkamasi oldida tantanalik marosim o'tkazilib, otliq qismning Izmirga kirishi kishilarni hayajonga soldi. Orqadan ikki askar istiqlol marshiga tangash qilib bayroq chiqardi. Otliq qism Afyonkarahisardan elib kelgan Turkiya bayrog'ini İzmir valisi Erol Ayıldızga taqdim qildi. İzmir ozodligining 97 yilligini tabriklash faoliyatlarini yuqori pallik ko'tarish uchun Soli Turk va Turk yulduzlari uchish mahorati ko'rsatdi. Fransiyada 2003 yil yuz bergan va 20 kun davomlashgan issiq havo to'lqinida 15 ming kishi jonidan ayrilgan edi. Fransiya iyun va iyul oylarida havoning issiqligi o'rta hisobda 46 gradusga chiqib, issiq havo to'lqini sababidan 1500 dan ortiq kishi o'lgan.
Fransiya Səhiyyə Ministri Agner Bozyen iyun və iyul oylarında 1500-dən köpürək kişinin ölgənligini, yəni Fransiya hökuməti və xalqlarının tirişçanlığı, issiq havoga qarşı aldın alınğan tədbirlər bilan issiq havodan ölüş nisbati 2003 yildagi issiq havo to'lqinidan 10 hassa az bo'lganligini aytgan. Fransiya 2003 yil yuz bergan 20 kun davomlashgan issiq havo to'lqinida 15 ming kishi jonidan ayrilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.